Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. 26 fevraldan 29 fevralgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra 26 fevral kuni O'zbekiston hududida havo qisman bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharq yo'nalishda 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi havo harorati -1 +1 daraja bo'ladi. Kunduz kuni esa 8-11 darajagacha ko'tariladi. 27 fevral kuni respublika hududlarida asosan ochiq va quruq ob-havo kuzatiladi. Shamol 3-8 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi havo harorati 0-2 daraja, kunduzi 9-12 daraja bo'lishi kutilmoqda. 28 fevral kuni O'zbekiston bo'yicha havo kam bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharq yo'nalishda 5-10 metr sekund tezlikda, ayrim ochiq hududlarda esa 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Kechasi havo harorati 1-3 daraja, kunduz kuni esa 10-14 darajagacha ko'tariladi. 29 fevral kuni respublika hududlarida havo qisman bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol tezligi 5-10 metr sekundni tashkil etadi. Kechasi havo harorati 2-5 daraja, kunduzi 12-15 daraja atrofida bo'lishi kutilmoqda. Shunday qilib, hafta davomida respublika hududlarida ob-havo nisbatan iliq va barqaror bo'lib, keskin sovuq kutilmaydi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.